Ha, qayerdan keldingiz opa? Dangara Qo'qon shahriga o'tdik, Kichkina Ganjiramondan. Ganjiramondan keldingiz. Nima kasallik bilan keldingiz? Suyak yemirilish. Quymushdayda. Quymushda. Birinchi kelganingizdagi holatingiz qanday edi? Og'ir, Yurolmay va bugun nechinchi kunimiz? 4-chi kun. 4-chi kun. Birinchi kundan qo'ydasini bildingiz-a? Xudoga shukur. Hali analiz qog'ozingizni olib keldingizmi? Olib kelmadingizmi? O'sha kun birinchi, ikkinchi daraja deydi. 1-2 daraja deyapti. Ikkinchi darajada shu Toshkentga borib tekshirtirdim. Shu ukollar ichini oldim, umuman og'rib qolmadi. Yurish qiynaldim. Shu kelgandan beri Xudoga shukur ancha yaxshiman. Foydasini bilib, mana bugun o'zim yurishlarim ham ancha o'zgarib yaxshi. Kecha kirlarni ham yuvib oldingiz. Voy, kecha kirlarni rosa kir yuvdim. Uyda ancha ishlar qildim. Xo'jayin uyda o'tiring, ish qilmang, dam oling deshuvdi ham o'tirgim keldi, ishlar qildim. Yana ana shu sabr qilib, Xudo xolasa chiroyli holatda parhezlarni joyiga qo'yib, Xudo xolasa. yema degan narsani yemasdan, Rahmat sizlarga. qilma degan narsani qilmasdan, o'sha ayniqsa bu ayollarda eng yomon xatosi bor, kirdi issiq suvga yuvadi-da, Sovuq suvga chayadi. sovuq suvga chayadi. Ana shu eng yomon odat. Bo'g'in kasalliklari juda zo'r kelib chiqadi. Boshqa mana shunday holatlar nima qilinadi? Xudo xolasa Ancha yaxshiman. salomat bo'ling. Dorilarni ham iching. O'rmon qora, sabiyalik, amdis. Kechqurun bir mahal ichyapsiz? Kechqurun ichib, ustiga quyib qo'ying, quyib qo'yib, Ertadan yana bir mahal. Keyin qolgan narsalarni keyin Xudo xolasa maslahat qilib beramiz. Bu bemorimiz ayol kishilik uchun o'zini ko'rsatmaslikda nima qildik, qaror qildik. Shuning uchun hech qanday o'zimizda odam boshqa emas. Haqiqatan mana shu yemirilishda agar Alloh nasib qilsa, Xudo xohlasa muolajalar bo'lgandan keyin aytdik, 4 kurs muolaja olasiz deb, giyohlarda 6 oy davomida kamida ichiladi. Keyin ana Xudo xohlasa bitta analiz tekshiruv qilganimizda avvaliga keyingi holatlarni Xudo xohlasa sizlarga ko'rsatib beramiz inshaalloh. Shu yerga yemirilishi bo'ladi, poliarterit, quymushda bo'ladimi, umurtqadagi suyak yemirilish bo'ladimi, tizzangizda bo'ladimi? Hech qachon bu muolaja ta'sir qilmaydi, tabiiy narsa bunday degan narsa bo'lmaydi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi asalari muolajasi. Qo'shimcha tarzda o'rmon qora, sabelnik, andis. Hammasini bitta damlab ichadi. Jo'sha degan narsa beramiz, chiya degan narsa beramiz. Mana shunday giyohlarni qo'shimcha qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida Qo'qon shahridan filialimiz bor. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umrbek tabib desalang YouTube Telegram kanali